Barchaga salom, meni skinim qanday obunachilar? Bugun videomizda biz qaralar jangi o'ynaymiz. Xullas qaralar jangi o'ynaymiz. Bu mening akam Oliver IQ. Salom bering. Hammaga salom, men Oliver IQ. Mana avvalgi videolardan chiqqan har doimgidek o'sha Oliver IQ. Izura. Bugungi videomizda eshitganingizdek biz o'zingiz tanishtirib bering biroq. Bugun biz qaralar jangi bundan repatini o'tkazmoqchimiz. Qo'chingi? Qaralar jangi uyushtirmoqchimiz. Biz qaralar jangini Rustam tushuntiradi. To'g'risi bu challenge-ga meni Rustam chaqirdi. Men Rustamga ishonaman. Tushuntir qani? Do'stlar, qaranglar, mana bu tugmani qochib turing. Mana bu tugmani bossangiz hamma narsa bo'ladi, qaranglar. Birinchi bu qaranglar. Mana bu tugmani bosaman, daraxtli uy bo'ladi, qaranglar. Birinchi daraxtli uy qilar ekanmiz. Qani olg'a, daraxtli uyga biz ko'p bala ana qilamiz. Aka tushib oling. Bu challenge nimaga? Ha, challenge. Bitta jonli qilmaysanmi? Yo'q, bunda jonli qilib bo'lmaydi, aka. Bunda kreativ ana o'yini. U tarafga o'tib ana o'qing, brat. Cho'palang u tarafiga siz. Shartlarni tushuntir, men ham tushunganim, obunachilar ham tushungan. Xullas, bizlar 3 ta shart bo'ladi. 3 ta shartda bizlar 3 ta tugmani bosamiz, obunachilar. Xullas, nima tushsa kerak, o'shani qilishimiz kerak. Shundayda. Boshlamaylik. Tushungan bo'lsanglar, obunachilar, boshladik. Nima olishim kerak borib? Xullas, bizlar daraxtli uy quramiz, shuning uchun ko'pala daraxt kerak. Menda yotoq chiqdi. Buni bosmang aka. Bitta bosiladi. Biz daraxtli uy qilamiz. Demak, challenge ikkimiz qilishimiz kerak. Ha. Bitta-bittadan qilamizmi? Bitta. Xullas-da aka, mana hozir. Qarorchi bitta-bittadan qilishimiz kerak. Yo'q, bitta-bittadan qurmaymiz. Ikkimiz ham bitta narsa qilamiz. Tushundingizmi? Aha. Ko'pala baland bo'lmasligi kerak. Devordan ko'rinib turmasligi kerak, brat. Tushundingizmi? Sir bo'lish kerak demak. Ha, sir bo'lish kerak. Qanday shunaqa gaplarda. Xullas, obunachilar shunaqa gaplar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Yoz oxir xullas bahor kelgancha bizlar xatya bir 5000 tacha bo'laylik. Men yangi youtuberman, obunachilar, unaqa emasda. Endi obuna bo'linglar. Hammaga obuna bo'lasizlar, menga obuna bo'lmaysizlarmi, obunachilar? Men yangi youtuberman-da, akam youtuberlikni tavsiya etdi. Men aslida yo'q deb o'tirganim. Nima kerak? Bilin, yolg'on gapirma. Bo'ldi, ish. Rostni aytsam, men ham ko'ndimda akamni anosiga. Aslida o'zi xohlagan. Bilan aytib qo'ydi. Yolg'on gapirmadi, erkak kishi yolg'on gapirmasi kerak. To'g'ri. Qaranglar, speedrun, parkour, короче. Men to'tiq qushmasman-ku, lekin. Davay, bu challenge-da biz hozir uy taxlayapmiz. Aka, bo'ldi, siz ana uyingizni quravering. Nima qarayapsan? Yo'q, men qarayotganman. Qarayapsanmi? Bo'ldi. Jahli chiqmasin aka. Tezroq akamdan qilib yuborish kerak. Akam zo'r quryapti. Xullas, obunachilar, nima qilsak bo'ladi? Nima qilsam? Ha, bo'ldi, endi tushundim men. Taslim bo'lish taslim bo'lgan tan olsang zo'r bo'ladi degan. Yo'q, obunachilarim aytadi, mendan nimaga taslim bo'lyapsan? Obunachilaring o'zimi? Ha, kanalga obuna bo'lib esdan chiqmasin. Like bosinglar. Ukamga yordam qilinglar. 1000 so'mdan akajonlar. Aka. Bittagina bittagina like tang akajonlar. Iltimoslardan akajonlar. Speedrunman men, короче. Akam nima qilayotganini ko'rsak, noqonuniy bo'lar, shuning uchun qo'ylar halol bo'laylik, halol. Ibi, shom bittani ko'rganim uying vaqti chiqyapti. Sen to'g'ri yo'ldasan. Men telefon qotyapti, seniga nisbatan. Seni yaxshiroq ishlayapti. Aka, meni qarangda, bitta sirni bilib qoldim-da. Ana ustaga aytuvdim-da o'tgan yili. Agar zaryad kam bo'lsa, bir ana nima deb zaryad kam bo'lsa qotadi, короче, bo'lmaydi-da telefon. Zaryad 67 ta qanaqa kam bo'lishi mumkin? 70 dan kam bo'lsa, 80 dan kam bo'lsa-da. Seniki nechi?
75 serish bo'lganga. 75. 70-75. 70-75. İyi bile. Qanaqa meni? O'zimni. Sabırla soqolmayman, soqol. Jime, basharangga. O'rtog'im basharangga. Xullas, videoni shartlarini tushundinglar. Agar meni nima derdi, daraxtdagi uyim chiroyli chiqsa, like bosasizlar. Agar akamni daraxtdagi Uy chiroyli bo'lsa obuna bo'lasizlar. to'g'ri. Qani kim like yig'ar ekan ko'proq obunachilar shunaqa gaplar. Eng qizig'i menda ChatGPT bor. Menda yo'qmi? Men yashirib qo'ydim-da. ChatGPT'ni. Oyim yomon narsa kredit chiqarib ketmasin deyapti. Lekin ChatGPT haqiqatan xavfli bo'lishi mumkin. Shu narsani ogohlantirib qo'yay deyapman sizga. Xayr ustam. Nima o'zingizda bor aka? Aka menga ruschalab aytaymi, o'zbekchalab aytaymi? Ruschalab gapiring, men ruscha tushunmayman-da. Ha. Menga pokhoy. Okey, baby. Let's fucking go. Xullas, akamni gapi. Men hali daraxt quryapman, daraxtim yo'q ketyapti. Aka, Bo'ldi, kema. Kesing, oldinga portatib qo'yaman. Nima portatyapsan? Men portatganim yo'q. Aka, Tushundirma, daraxt emasmi? Let's fucking go nima degani? Haykerni gapini eshitganmisiz? Necha minutlik bo'ldi? 6 minut 50. Biz bugun 12 minut videolik, 12 minutlik videoni tashkil qilamiz. Aka, unda qurgandan keyin videoni yoqaman. Maylimi obunachilar, mayli. Obunachilar aka qurib bo'lmadi. Men uxlayapman yarachi, men sizlarni bilmayman. Aka bitta uxlab oling. Uxlayman. Mana yoqqa bir suv olib kel, suvsab. Suv olib kelyapman. Olib keling. Kelamiz. Mana qo'ydim, yeyishdan keyin ana qo'yini omonam turib. Menga bironta challenge qilib tur. Aka. Bo'ldi. Men hayolim. Kelayotgan yozuvni ko'rinmaydi. O'g'li, dahshat quryapti. 2 qavatmi aka? Bir qavat o'ylaganmidim. Qara, uyga borsang portadi. Aka, esingizdami? Bir kuni birinchi marta Minecraft o'ynayotganingiz, birinchi marta emas, uchinchi marta. Ana kichkinagina uy qurgansiz, hamma anolar bor, toshdan uy qurdingiz. Virusdagi o'toq narsalar bor, esingizdami? Ha, shuna quraman. Vijvariya qilgandim men qilgan shunda. Men Minecraft'man, lekin eng zo'rlardanman. Minecraft vaziri bu. Sen kimga qilolmaysan? Yo'q, men qulman Minecraftga endi parkour qilishni bilaman. Xullas shunaqa obunachilar. Naqsan bo'ling. Obunachilarga nimadir ber challenge qilib. Qaranglar, obunachilar. Men ketdim, boshqa joyga bir ikkita borib kelayman. Bordi. Bibi men uyim qani? Oyla, ish. Obunachilar qaranglar. Agar men yutsam, akamga challenge beramiz. Agar u yutsa, akamga hiyroq challenge beradi-da. Xullas, men uyimni takomillashtirib olaylik ozgina. Yorib qo'yganday. Menga ideya kelyapti aka. Shu hozir tashlayman. Hayron qolasiz. Uyda o'zlarni. Videoni to'xtatib turamiz. Xullas, akam uyni qurib bo'lguncha videoni to'xtatib turamiz, keyin davom ettiramiz. Xayr obunachilar, xayr emas. Shuncha hozir. Qani akamni ko'rasizlar-chi? Yopla, akam ideya xo'r. Chotki akam, muncha zo'r edi. Yozuvim bo'lmayapti. Haylos. Hech
kim ko'rmayapti? Ko'ryapman. Akamni uyiga bir chiqib ko'raylikchi, qanaqa bo'lar ekan. Oy. Asta ichib. Haydi uyingga iblis. Men shu yerdaman, he. Voy bilat. Hoji Rustam bor, uyingga bor. Что он qani ay ne qayerdaman ye obuna bo'ling lekin shuncha harakat qilyapmiz, shuncha ko'z og'rig'i, shuncha xullas obuna bo'ling. Odam yo'q, videolashadi. To'g'rimi aka? Aytganda qurbon bizni. Uyimni yaxshiroq qilaylik. Devorlar bilan o'rab, anaqa beton bilan. Mana Hayot akamni ko'rgan obunachilar endi hech qanday yordam qilmadim, chunki uyga kirish kerak. Baxtingga aka. Turing, meni uyimni ko'rasiz. Baxtingga, turing. Endi chiqing. Bilaman. Bitta qilaylik, bitta mavzu. Xullas, mana ham bor, xullas, anaqa. Aqola qo'yishga ulgurmadim. Aha, yaxshi, kuchaygani. Aka, endi tashqarini ko'raylik. King. Tezroq. Hozir. Mana blok kovlayman. Oyi, pul bormi? Qani. Albatta, bu videoni ko'ryapsizlar. Bizning haqimizda Alloh esdan chiqmasin obunachilar. To'ppa-to'g'ri. Sizni videongizni aka YouTube'dan qo'yasiz. Seni uyingga 10/8 qo'yaman. Kelin. Oy bile. Aka, bitta video qilaman. Sandiqlar 3-qavatdanmi? Murat? 3-qavatga yig'ishadi. Asab hech kim bilmaydi uni. Bitta narsa o'ynaysiz. Mana eng qizig'i, eng estetik ana shu yer. Qaysi? Eng estetik mana bu. Tipagan? Ana shu nomlardan chiqib, hech qanday aylanishim mumkin. Xullas, men buni undan xafa bo'lmaysizmi? Undan 10 beraman. Chunki men ana yaxshi qo'yganingiz uchun men bunaqalarni yasamayman. Like bosib komment yozasizlar. Kim g'olib bo'lganini kommentariyaga albatta yozib qoldiringlar. Agar men Max yoki Oliver deb aytgan bo'lsangiz, Men ketdim, chiqib kelay. buni kommentariyada izohlaysiz. Biz videoni o'qib shuncha ko'rganingiz uchun rahmat. Xayr. Siz yaxshi odam ekansiz. Meni videomda qantashdingiz.